أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي büyük Rabbimiz Allah bizni azg'unlikdan qutuldirsla ey Allah. Ey Rabbim bizni hidayat qilsila. Ey Rabbim bizni mushu buzulgan, burmulangan ideyalardan va saxtipazliklardan saqlasla ey Rabbim. Ey Rabbimiz nurg'un ishlarga biz chorasiz qoldik. Bizga ega bo'lsa ey Rabbim. Ey Rabbim bizga bo'lgan g'azablarni, bizga bo'lgan rahmatlar bilan almashtirib asla ey Rabbim. Ey Rabbim bizning gunohimiz sababli bizni jazolamizla ey Rabbim. Hurmatli qarindoshlar, biz navbatda ajoyib bir kunlarda yashayapmiz. Bo'libmi islom ummatininki beshiga kun tushgan, islom ummati jafo chekayotgan bir kunlarda yashayapmiz. Shuning uchun men bugungi darsimni Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamninki o'z vaqtidagi bir boyvachchiga degan so'z bilan boshlayman. Hamda bugungi darsimni masalan shu yoshlarga xitob degan darsninki davomi deb tushunsak bo'ldi qarindoshlar. Chunki men bugungi darsimni shu yoshlarga qaratmoqchi. Hamda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning qishiga o'z vaqtida bir boyvachchi keldi. Bu boyvachchining ismi Adi ibn Hatim edi. Hamda Rasulullohning shu vaqtdagi ahvoliga qarasa, Rasulullohda yo huquq yo'q, yoki mol dunyo yo'q, yoki minglagan, 10 minglagan askar yo'q. Bir bechora holatni ko'rib Rasulullohga amanda bir xil ajabbi, bu payg'ambar deydi, bu din haq deydi, bu ajab bir degandek ko'ngilda bir narsa kelib qoldi o'g'ay. Shuning Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam shundan qarab, "Hay adi, seninki mushu bizning dinimizga, ya'ni islomga kirishga to'sib qolgan narsa, sen bizning kambag'alligimizga qarab, mushunda kambag'allar, ojiz bechoralar kirdigan dinga kiramanmi deb qolgan bo'lishing mumkin. Alloh bilan qasamki, biz boy bo'lib ketamiz. Bizga mol dunyo keladi. Hattoki bizda shunda mol ko'p bo'ladi-ki, bu molning zakatini oladigan odam chiqmaydigan zamon keladi. Hay adi, sen bizda huquq, hokimiyat yo'qligiga qarab bu dinga kirishdan ishlanib qolgan bo'lishing mumkin. Alloh bilan qasamki, sen shundoq bir vaqtlarni ko'rsanki, u vaqtlarda Babildagi saroylarning eshigi bizga ochiladi. Ey adi, sen bizning ozliqimizni, dushmanning ko'pligini ko'rib, "Mang bir baloyi ofat kep qolamiki" deb mushdinga kirmagan bo'lishi mumkin, ishlanib qolgan bo'lishi mumkin. Alloh bilan qasamki, biz shundoq bir qudrat topmizki, bizga shundoq bir huquqlar keladi-ki, osh Qodisiya, ya'ni hozirgi Iroqning atrofidan, Ironning atrofidan bir ayol qo'rqmay to'g'isiga minib yolg'iz haramga kelib tavob qilib ketadigan vaqt keladi. Bizning siyosiy huquqlarimiz, hokimiyatimiz, territoriyamiz shunda yo'g'nab, sharqdan bir odam mush g'arbdagi haramga kelib tavob qilib, oylinib, mushunda ketadigan mushunda bir vaqt keladi. Deb Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam islom ummatiga vaqtincha ba'zi avorchilik bo'lsa-mu, lekin hamon islomninki zafar quchadiganligi. Bu yerdagi masala navbatdagi ko'z ko'rgan masala bo'lmasdan, oqibatda eng oxirsida kimning g'alaba qildiganligini ko'rsatib, Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam bu hadisda mushundoq musulmonlarga xush bishorat berdi. Endi bu Ati degan odam deydi, "Men yashab, men o'lguchilik mash Rasululloh degan ishlarning ko'pinchisini ko'rdim" deydi. Iroqdan bir ayol qo'rqmay turib haramga kelalaydigan bo'ldi deydi. Iroqdan bir ayol qo'rqmay turib haram kelalaydigan bo'ldi. Musulmonlar Faris hokimiyatining og'anligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ya'ni mush Rasululloh mashin dedi deb degan ishi amillashdi deb mushuna degan. Endi mening bu yerda demoqchi o'g'lim qarindoshlar, bu bugungi so'zimni bu hadislar boshlashdan maqsadim, bizning ahvolimiz, ba'zi ahvollarimiz mushunga o'xshab ketadi mana. Musulmonlar ojiz, qo'lda hokimiyat yo'q, musulmonlar iqtisod yo'q, musulmonlarda iymondan boshqa dunyoviy, ya'ni mol, dunyoning hokimiyatlari, dunyoning mollari musulmonlarda ojiz vaqti. Shuning uchun nurg'un odamlar mush ojizlik qarab islomga has qo'shishdan, islomga kirishdan, islom bilan faxrlanishdan ikkilanayotgan bo'lsa, mana Rasululloh 1400 yil burun mushundaq odamlarga mana mush xil turli javobni bergan. Bu Rasulullohning javobi inshaalloh zamonlarda
va makonlarda cho'qim takrorlandi qarindoshlar. Bizda shunda ojiz bo'lsak kuchlanadigan vaqtimiz keladi. Kambag'al bo'lsak boy bo'ladigan vaqtimiz keladi. Bizning qo'limizda hech qanday huquq bo'lmasa, bizning qo'limizda huquq bo'ladigan vaqtlar keladi. Mana bu chaqda insoniyat jamiyatini omonlik, adolat, xotirjamlik, bayoshat turmush qoplaydi. Hamda bugungi darsimizda qarindoshlar, men shu yoshlarga bir oz xitob qilmoqchi bo'ldim. Chunki endi men nima uchun yoshlarga xitob qilsam degan vaqtida birinchi bo'lib dinimiz yoshlarga alohida ko'ngil bilgan. Men buni Rasulullohning ba'zi hadislaridan sizlarga yo'ritib turaman. Ikkinchisidan hozir navbatda islom bilan kufr o'ttirsidiki, jaholat bilan haqiqat o'ttirsidiki kurash nihoyatda kundan kuniga keskinlashyotdi. Kofirlar bo'lsa nurg'un insonlarni bu haqni anglashdan to'siyotdi. Bir insonlarningki oddiy bir aqlli huquqi bo'lgan o'z Robbiga ibodat qilish cheklamiga uchrayotdi. Allohning insoniyatga nozil qilgan Qur'oni Karimi, Alloh subhanahu va taoloning insoniyatga bergan ta'limoti to'sqinlik uchrayotdi. Ana mushkullarda islom dini yoshlarimizga muhtoj. Va shundaqla yoshlarimizning biz ko'ryapmiz, ular tinirqab, nima qilishni bilmay, mana bu jaholatning zulmatlarida u yerga usib, ezib yashayotdi. Shuning uchun men bu darsim orqali bir yoshlarga xitob qilish orqali mushu navbatdagi yoshlarimizga oz to'la yo'lni yo'ritib bersam ajab emas degan umid orzu bilan bugun men yoshlarga xitob qildim. Hamda biz Rasulullohningki ba'zi hadislariga qaraydigan bo'lsak, bizning dinimiz yoshlarga alohida ko'ngil bo'lgan va ularni mushu islomdan iborat omonatni insonlarga yetkazarlikdek bir tayyorlash uchun va yoshlarni aqida, iymon, islom jihatdan qurib chiqish maqsadida alohida islom dini ko'ngil bilganligini va bu vaqtda oyat hadisning borligi hammamizga ma'lum qarindoshlar. Hamda Imom Ahmad rahmatullohi alayhi naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: "Innalloha la ya'jab minash-shabab allazi laysat lahu sabwa." Alloh subhanahu va taolo mushu yosh turib ezib ketmaydigan yoshlardan ajoyib xursand bo'ladi yoki ajoyib hayron qoladi dedi. Mush yoshlar ezib ketmay, shahvatning kayniga berilmay, dunyoning lazzatlariga berilmay, Allohning toatida mushdoq taqvo yoshlar bo'lsa, Alloh bu yoshlardan nihoyat xursand bo'ladi. Alloh bu yoshning mushunda yoshlardan ajoyib xushallanadi deb Imom Ahmad Abu Ya'la degan azatlarimiz naql qilgan hadis sharifda mushundaq deyilgan. Buningdan nimani maqsad qildi bu hadis degan chog'da? Ya'ni islomning yoshlarga bo'libmi taqvo, Allohning ta'limotlarini o'zining hayot qiblinamiz qilgan yoshlarimizga xitob qilib, bunda deyishi ashundoq yoshlarning bo'lishni va yoshlarning muhim ekanligini va dinimizning yoshlarga ko'ngil bildiganligini bildirib qo'yish uchun mana Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bu hadisni o'ttirib qo'ygan qarindoshlar. Yana bir hadis bor. Bu hadisdami yoshlarningki mushu davomli Alloh rizoligi uchun yashash, har qanday ishini Allohga topshirish, har qanday beshi kun tushgan vaqtida Allohga qaytish haqida bayon qilgan bir hadisni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bizga degan. Shu hadisning qatoridan sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu deb. Qiyomat kunsi faqat 7 turlik odam bor deydi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Qiyomat kunsi Odam alayhisalomdan tortib to qiyomat bo'yicha yashagan necha milliard insonlar bo'ladi. Hozir sizlar biz yashayotgan davrda 7 milliard insonlar bor. Yarishari bo'lib Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalom yaratib mushkamgacha unda 7 milliarddan necha yashab bo'ldi. Alloh o'zi biladi. Mushundoq jiq odamlar bo'ladi. Ana mushuning ichida deydi. Faqat 7 turlik odam qiyomat kunsi hech qanday soya yo'q. Quyosh bizning beshimizga 1,5 kilometr atrofida mushtaq qilib qolgan. O'ylab boqinglar, quyosh agar 1,5 kilometr mushtaq yaqinlashsa, bizning holimiz nim bo'lar? Osmon cho'g' bo'ladi, yer qo'g' bo'ladi degan shu qarindoshlar. Mana mushkunda 7 turlik insonlar Allohning soyasida bo'ldi deydi.
u kunda shu Allohning soyisidan boshqa hech qanday soya yo'q. 7 tur kishilarning birisi shabun nasha'a fi ibadatillah. Ya'ni Allohning ibodat ichida, Allohga toat qilgan ichida, ya'ni din ichida, islomda o'sib yetilgan yoshlar deydi. Yosh turib gunoh ma'siyatlikka berilmay, havoyi havasga berilmay, vaqtni yo'qolan ishlarga sarf qilmay, Alloh rizoligi uchun yashab, butun hayotini Allohning roziligi uchun atab, mushunda yashagan yoshlar bo'lsa, mana mahsharga maydonida mush 7 turlik insonlarning ichidagi bir turga aylanib, butun mahsharga maydonida mushunda yuqori sharafga erishadi. Allohning soyasida bo'ladi. Mana hech qanday soya yo'q chog'da, mana bu yoshlar mushunda bo'ladi deb Rasululloh bu hadisda deyishdik maqsad nima desa, islom dini mana mushundaq yoshlarning bo'lishini orzu qiladi va yoshlarga naqadar ko'ngil bildiganligini bildirdi. Hamda yana bir hadis va bu hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mush yoshlarning mayli jismoniy jihatdan bo'lsin, mayli aqliy jihatdan bo'lsin, mayli axloqiy jihatdan bo'lsin bir sog'lom Qur'on hadisga uyg'un sahobiy kabi yoshlarning bo'lishini tashabbus qilib Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda ig'tanim khamsan qabla khams deydi. 5 ishni 5 ishdan burun g'animat bil, fursat bil deydi. Sen o'lishdan burun hayotini qadrla, ya'ni vaqtning qadrini bil deydi qarindoshlar. Ya'ni sen o'lib ketishdan burun mash hayotingda qildiganni qilib ol, etadiganni etib ol. Alloh rizoli bo'lgan har qanday ishni fursat berma. Nadi yaxshilik bor ekansa qilib qolma, nadi yomonlik bor ekansa u yerda bo'lib qolma. Sen o'lishdan burun mushu 20-30 yillik, 40 yillik, bak uzun bo'lsa 60-70 yillik mush hayotingni qadrla, fursat bil. Allohning rizoligi uchun mush hayotingni atib ol. Kasal bo'lishdan ilgari sog'lig'imligini qadrla deydi qarindoshlar. Hamda chunki kasal bo'lgandan keyin hech qaysimizning qo'ldan islom uchun besh qilish kelmaydi. Chunki o'zimiz bilan bo'lamiz. Biz inson, uyrim og'irdi, uni qilaysak birimiz bir narsa, buni qilaysak birimiz bir narsa. Mushu hadis orqali mush mayli bizni 500 odam anglayotgan bo'lsin yoki bir necha ming odam anglayotgan bo'lsin, mushu orqali men yoshlarga deyman. Ey qarindoshlarim, sog'lom bo'lsangiz, qerimgan bo'lsangiz, bugundan boshlab boshqadan bir niyat qilib, men qandoq qilsam Robbim mendan rozi bo'ladigandir. Men qandoq qilsam islomning majburiyatini ado qilgan bo'laman. Men qandoq qilsam Rasulullohga iymon keltirgan bo'laman. Rasulullohga iymon keltirgan odam degan Rasululloh nimaga tashabbus qilgan bo'lsa, shuni tashabbus qilgan bo'lsa, Rasululloh qandoq yashagan bo'lsa, shundoq yashagan bo'lsa, Rasululloh qoldirib ketgan ta'limotlarga amal qilsa, mana bu Rasulullohga iymon keltirgan bo'ldi. Men qandoq qilsam Rasulullohga iymon keltirgan bo'laman. Men islom mendan nimani kutadi? Allah mendan nimani kutyapti deb mushunda yashashinglarni men xitob qilaman yosh qarindoshlar. Chunki siz sog'lom, siz yosh. Va farag'ika qabla shughlik deydi. Sen mushnayt oldira shulab ketgan bir vaqtlar keladi. Shu kelishdan burun bo'sh hozirgi vaqtingni islom uchun, dining uchun, Robbing uchun chiqar deydi qarindoshlar. Va qerib ketishdan burun yoshlig'ingni deydi. Mana bu hadisda Rasululloh alohida yoshlarni tilg'ilib, "Ey Allohning ibodatida yashagan yosh qiyomat kunsi Allohning soyasida bo'ladi" desa, Rasululloh deydi, "Sen qerib kerak kelmaydigan bir bo'lib qilishdan ilgari, mushu 15 yoshdan tortib 50 yoshgachilik, 40 yoshgachilik mushni yoshlik deymiz. Mush vaqtida ash minut sekundlarni qo'ldan bermay, shu cheching oqirishdan burun, ballaring mukchishdan burun, badaningni kisal chirmib olishdan burun yoshlig'ini islom uchun ata. Islom sana muhtoj yosh. Ey jinim qarindoshlarim, hozir agar islomning bir tili bo'lgan bo'lsa, har birimizning ismini atab, ey faloni, sen mening dinim demedingmi? Mening holimni qara deb o'zining titirgan qo'llarini har birimizga sunayotgan bo'ladi qarindoshlar. Agar islomning tili bo'lsa, mushundaq hammamizga xitob qilib, ey qarindoshim, men senga muhtoj, menga yordam qilgin, menga zulm qilindi, boshqalar meni xo'rladi, boshqalar meni tashvatdi, ozg'ini pul deb men bilan koromidi, ozg'ini mol dunyon deb men bilan koromidi deb islom hammamizga dad to'kkan bo'ladi qarindoshlar. Shunday Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam qerib ketishdan burun yoshlig'ingni qadrla, kambag'al bo'lib qolishdan burun boylig'ingni qadrla deydi. Ya'ni bu yerda
fursat bildigini shu pul mol bo'lsa islom uchun xashlab ol deydi qarindoshlar. Ey o'ylab boqili, mushu pul bergan qarindoshlarimizni olsak, sog'lomlik bergan qarindoshlarimizni olsak, Alloh bo'sh vaqt bergan qarindoshlarimizni olsak, mushu o'lib ketmay Alloh yashash fursatlarini bergan mush yoshlarimizni olsak, o'ylab boqili biz qanchalik vaqtimizni Rasululloh degandek islom uchun, dinimiz uchun, musulmonlar uchun, aqidamiz uchun ajratib turmoq qarindoshlar. Ey bir aqallisi Gonsandang qonunida Jungo fuqarosi 360 kun ichida chuqum 60 kun Gonsandangga ishlab berish kerak deb haqlarni qishimiyoz hashoga ishiltidi qarindoshlar. Bir puncham bermay o'stan chap turib, suvni keltirib keyin supulva deb oladi. Voy men o'stan o'zim chap qansa sen 1 yil mush davlat yashgan ekansan 60 kun hukumatga vakolat ishlaysan deydi. Yana 360 kun baj topshirsan deydi. Alloh subhanahu va taoloning diniga mayli mishar hozir men qanchalik yoshlar bor ekan. Alloh subhanahu va taolo sizlardan so'rab hisob elishdan burun men sizlardan va o'zimdan so'rab boqay. Biz qanchalik vaqtimizni, qanchalik pulimizni, qanchalik yoshligimizni mush dinimiz uchun chiqardik. 12 oyning ichida bir oyni xolisa lillahi taala din uchun yashab baqdikmi? Mash bir oy mayli da'vat qilayli, mayli da'vatni boshqalarga yetkazayli, mayli bir medika ishlab topgan pul dinning bo'lsin deb baqdikmi? Zodi 360 kun ichida 10 kun xolis 10 kun mayli medika ishlay, nima ish qilay? Hunavan bo'lsam hunarimni qilay. Tijoratchi bo'lsam 10 kun faqat Alloh rizoligi uchun tijorat qilib foydalan pulan islomga topaqay deb baqadimlar bormi qarindoshlar? Qanchalik bor? Bizning mush yoshlarimiz qanchalik bor? Mush darsni anglayotganlar ichida qanchalik odam mush yoshligini, hayotligini, sog'lomligini, o'zining bo'sh vaqtlarini, o'zining pul milini islom uchun qanchalik atab baqdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zining muborak og'zi bilan Allohning bu xitobini bizga mush orqali yetkazdi. Ey ummatim, ey bandalarim, sizning mush 5 ishni 5 ishdan kelishdan burun fursat bilinglar dedi. Biz fursat bildikmi bilmadikmi qarindoshlar? Hey o'ylab boqili, Alloh subhanahu va taolo bizdan so'rabdi. Allohning oldiga beribdi. Ya beshimiz qo'yib yerga go'mmi tushib voy nima bo'pti desa, voy qon besim bor ekan deb Allohning oldiga beribdi. Yoki yo'lda ketib borsak, bir kishi kelib go'mmidi mashina bilan biqinimizni qo'yib, ko'zimizni olsak, Allohning dargohida ko'zimizni ichibdi. Banda mau jannat, mau do'zax, sen menga mush sog'lomligingdan qanchalik ato qilding. Sen men hayotlik bergandim qanchalik men berdim. Sana va bo'sh vaqt bergandim qanchalik berdim. Sen yoshlik bergandim men qanchalik berdim. Sen boylik bergandim boyligingdan qancha persentini. Ey 10%ni din uchun beraldim deb qolsa 90%ni yasha. Igiz uylarni sol. Nochi mashillarni men chiroyli ayollarni ol 10%ni dinim uchun mush islom g'ariblashgan chog'da musulmonlar g'ariblashgan vaqtida sen berdingmi deb so'rab qolsa ma javob nechimiz yuzimiz qizamay javob beramiz qarindoshlar. Men shunchalik bu hadisni tunishtiray, chunki mening asosiy maqsadim bu hadisni izohlash emas. Bu hadisdimi islom dini yoshlarni alohida tilga olib, voy erlar, voy cho'ng o'g'illar demay, ey yoshlar deb yoshlar xitob qilishi islom dinimizning mushi yoshlarga bo'lgan qanchalik bir ko'ngil bilishi va shundaqla yoshlarningki islom dinidagi o'rnining muhimligini bildirdi. Hatto men sizlardan hozir savol so'radim. Bu savolni asli Alloh sizlardan so'rab boqqan qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Imom Tirmizi rahmatulloh alayhi naql qilgan sahih hadis sharifda shunday deydi: La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yas'ala an arba'a an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa an ilmihi ma 'amila fihi. Bir banda shundoq Allohning dargohiga kelib, shundoq ko'zni ochib, Allohning dargohiga shundoq qadamini qo'ya qo'ymasdan Alloh jalla jalaluhu shu bandasidan 4 ish haqida so'raydi dedi qarindoshlar. 4 ish haqida so'raydi. Birinchisi shu, birinchi bo'lib so'raydigani shu yoshninki umrdan so'raydi. Sen men 60 yil, 70 yil, 20 yil, 30 yil umr bergandim. Bir kun 24 soatda
Shu 24 soatning necha soatini men uchun ajratding? Asli men seni 24 soat o'zim uchun yaratgandim. Lekin sen shu 24 soatning qanchiligini menga berding? Qanchiligini dinim uchun berding? deb mushunda so'raydi deydi qarindoshlar. Cho'qim biz minutlardan, daqiqalardan, soatlardan hisob beramiz. Voy nurg'unlarimiz ash beka vaqtni tugitib olmay, torni bekadan u yoqqa oqtirib, torni bu yoqqa oqtirib, u batni ichib, bu batni ichib, ash choyxona ko'rilib, hikoyani aytib, mushunda qiziq bo'lamdi jinim qarindoshlarim. Bizda bir odam 60 yil yashaydi desak, shu odamga bir ta'tir mangdigan soatdan birini yostib bersak, 60 yil yashaydiganligiga, ash soat mini vasa tik qismini umrining bir qisqaganligi shuni bildim hamda qarindoshlar. Masalan biz bir chaqda Shangani qaytirib oldiganga bir soat yasadi. Minutlab, sekundlab kutdi shu kunlarni. Shuning o'xshasan 60 yil bo'lsa umrim. Alloh subhanahu va taolo sen 60 yil umr bergan bo'lsa, shu bir soatni ta'tirmadigan, shu 60 yildan qaptar 1 minut bo'lsa, shu 60 yilninki 1 minut kamlandi qarindoshlar. Mushundaq bir fursatlar tursa, biz bo'sh vaqtimizda nimish maka o'tkazamiz. Hech bo'lmasa bir qarindishimizga qilib qo'yib, qarindishim shu voy chayxonasida jannat bog'ida bir yavarkan dars qildi ekan kelin qarindishim. Voy uxmaydim, men o'gitib qo'yay. Voy bilmaydim, men o'gitib qo'yay. Siz nada? deb telefoniga shu voy chayxonasini tushirib mushunda qilib bersak, mushuning ajri bo'ladi bo'lmaydi qarindishlar. Hammamizga ayon buning bo'ldiganligi. Voy men dars ekan, men adresini yo'llab beray, anglab qalan qarindishim. Voy qarindishim, men bir kasal ekan, yo'qlab kelaylik, kasal yo'qlasak Alloh subhanahu taolo katta ajr berdi ekan. Miyada bir qarindishimizning kuniga 5 kun tushibdi, shunga bir yordam qilib qo'yaylik. Miyada bir qarindishimiz uy kuchida ekan, lekin eri yo'q ekan, ayol ekan, biz yordam qilib qo'yaylik. Jinim qarindoshim, vaqtimizni faqat Alloh rizoligi uchun ishlatmaydi ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo deydi mana shu Rasulullohning til orqali la tazulu qadama abdin. Bir banda shunda birinchi qadamini oxiratda Allohning dargohida qiyomat kunsi shunda birinchi qadam biz zot shundaqlam hisob maydoniga kelarkanmasin Alloh tutishdan so'raydi. Shu bergan umrdan, ya'ni vaqtdan so'raydi degan bo'ldi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo har bir bandaning vaqtidan so'raydi. Ikkinchisi uning yoshligidan so'raydi deydi. Mush yoshligini nima ishlar qildi deb so'raydi. O'ylab baqilay qarindoshlar. Yoshlig'i o'zimizda jinim qarindoshlarim, faqat hammamiz o'zimizdan hisob olishni o'rganaylik. Umar roziyallohu anhu o'zidan kun hisob olgan. Putum sen bugun qanchalik yo'lni Alloh rizoligi uchun mangdin? Qaysi yo'l Allohning noroziligida yo'lga mangdib, putiga urib turib hisob oladi. Kunda o'zini hisob oladi. Shu Umar roziyallohu anhu kimki mush dunyoda o'zidan hisobni eptusa qiyomat kuni uning hisobi oson bo'ladi dedi. Shu qiyomat kuni Alloh subhanahu taolo dedi: "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba." O'zingning nomi amal daftarini o'zing o'qa. Shuning o'zi kifoya deydi. Shuning uchun hammamiz mash Rasululloh degan bo'yicha umrdan so'rildi dedi, o'zimizning umrimizni nima ish qildik so'raylik qarindoshlar. Yoshligidan so'rildi dedi, yoshligimizni so'raylik. Pul molni nadin topding, nima ishlatding deb so'raydi. Ilmni o'rgangan, mush anglagan tablig'ingga amal qildingmi? Oxirimda o'qib mulla bo'lgandan ey mulla o'zingning ilmiga amal qildingmi? Mushningdan so'raydi dedi qarindoshlar. Biz bu chayxonada qandalomizin bir yil oldi so'zlayapmiz. 110 soat dars so'rabdik. Alloh subhanahu taolo bizdan so'raydi, shu darsning nima maqsad so'zlagandan. Shu darsingga amal qiling deb bizdan so'raydi. Men anglaganlardan shu anglagandan amal qiling deb so'raydi, mushlardan so'raydi deb bu hadisdami yoshlarni alohida tilga oldi. Ya'ni demak bizning yoshlar xitob degan darsimizni mushundaq so'zlashimizdagi maqsad mana bu islom dini mushundaq yoshlarga alohida ko'ngil bilganlikdan va mush dinni sil bizga ep kelganlarmi mohiyatda bir yosh avlodlar ep kelgan bizga qarindoshlar. Bizning shu kun chiqishdagi eng jiroq jutlarga bir avlod qalbi iymoniga to'lgan, qalbi Allohning muhabbati bilan to'lgan yoshlar bu islomdan iborat ulug' ne'matni bizga akeldi. Biz bu islom bilan sharaflandik. Buning kim sabab bo'ldi? Yoshlar sabab bo'ldi. Shuning uchun men mush yoshlar nima uchun xitob qilsa degan vaqtda mush shu sababdan mana bu yoshlar xitob qildim. Hamda bir olimlarimiz deydi, sen o'zingninki qandoq odamligini bilmoqchi bo'lsang, ya'ni o'zingning Allohning dargohida qanchalik odam ekanligini bilmoqchi bo'lsang, mush dunyoda sen nima ish qilyapsan, shuni qarab bil deydi. Ya'ni mening qimmatim Allohning dargohida qanchalik deb bilmoqchi bo'lsang, Alloh seni mush dunyoda nima ishlar qilishga muyassar qildi, shuni qara deydi. Agar sen mush dunyoda Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilsang,
Allah rozi bo'ladigan, Allah bek rozi bo'ladigan, Allah faqatlam rozi bo'lib ketadigan ishlar bor qarindoshlar. Darajasi o'xshamaydi. Shu o'zingninki Allohning nemish qo'yganlik qarab o'zingning darajasini bildiradi. Hamda biz bu dunyoda 7 milliard insonlar yashaymiz. Buning ichida qirg'iz va qozoq va rus va o'xshashmagan millat, o'xshashmagan irq, o'xshashmagan din, o'xshashmagan iqlim, o'xshashmagan mazhab dunyoda mushundaq har xil, har tur, har yo'ldagi odamlar bor. Lekin butun dunyodagi insonlar ikki turga aylandi qarindoshlar. Ikki tur. Butun dunyodagi insonlarni mayli har millat bo'lun, o'xshamagan irqi bo'lun, o'xshamagan dindikilar bo'lun, nim bo'lishidan qat'iy nazar islomning ayniki bilan qarasak dunyodagi insonlar ikki xil bo'ladi. Birinchi xili Allohni tonigan, Allohning qonunini bilgan va shu qonun bo'yicha yashab, mush dinga has qo'shib, musulmonlarga yordam qilib, haqiqiy Qur'onning o'lchimi bo'yicha yashagan insonlar bo'ladi. Mana bu insonlar dunyo oxiratda saodatga erishadi. Yana bir insonlar bor, bular yuqorqilarni bilmaydi. Allohning nidosini bilmaydi. Allohning gapiga quloq solmaydi. Alloh subhanahu va taoloning nidosiga jon bidoli bilan quloq solmaydi. Shunday qilib Allohni tonimaganlikdan, islomni tonimaganlikdan, haqim to'limganlikdan o'zimi ozg'unlikda yashaydi. Ozg'unlik yaxshi yashgandan keyin boshqalarga ziyon soladi, boshqalarning haqqini yeydi, boshqalarga zulm qiladi. Ish qilib dinni bilmagan, islomni bilmagan odam chuqum insonlarga ziyon soladi. Bundaq odam dunyo oxiratda shaqiy yashaydi. Allah subhanahu wa ta'ala mushu chayxondagi va biz barliq mu'min musulmonlarni bu kundan saqlasin. Bizda to'qindi mushu dunyoda necha milliard insonlar yashaydi, bular ikki turga bo'linadi. Ba'zi insonlar va Alloh subhanahu va taolaning qonuniga, ta'limotiga bo'ysunib yashaydi. Alloh subhanahu va taolaning qonuniga bo'ysungandan keyin bu dunyoda haq uchun, adolat uchun yashaydi. Allohning mahluqotlariga ziyon solmaydi. Allohning yaratgan tabiatni bulg'amaydi. Ish qilib haq uchun, adolat uchun yashaydi. Allohning ta'limotini o'ziga qiblinoma qiladi. Mana bu dunyoda bu kishilar dunyo oxiratda baxtli bo'ladi. Ammo ba'zi kishilar bor, bular o'zining nadin kelganligini, naga borganligini, nima uchun yashaydiganligini bilmaydi. Ular shuning uchun boshqa mahluqotlarga o'xshashlar faqat qo'saq va shahvat uchun yashaydi. Uning yashashi ikki maqsadi bor. O'zi uchun, ya'ni yig'ib etgan vaqtda o'zi uchunlar qarindoshlar. Ya'ni mushu Qur'oni Karimni sil o'qisanglar, Qur'oni Karimda birinchi xato so'z ana degan, ya'ni arabcha ana xayrum minhu, man timi Alloh deb shayton shu shaxsiyatchilik bilan o'zlash men, ya'ni men bo'lsamda bo'ldi, hamma narsa mening o'sulti deb shu men degan gap bilan ezib ketgan. Ya'ni bu dunyodagi ozg'unlarning butun falsafasi shu men o'zimning ro'yati, o'zimning pulning jiq bo'lishi, o'zi uchunlam yashab mana bular azido. O'zi uchun yashagan odam cho'qim boshqalarga zulm qiladi. O'ziga zulm qiladi, boshqalarga ham zulm qiladi. Shuni Alloh subhanahu va taolo mana bu xildagi insonlarni Qur'oni Karimda mush 7 milliard insonlar bo'lsin, butun dunyodagi insonlar bo'lsin, bu insonlar ikki turga bo'lindi deb vallayli surasida bu ikki turdagi insonlarni bizga tunishtirgan. Vallayli iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqa az-zakara wal unsa inna sa'yakum lashatta. Zulmat basqan vaqtidagi kecha bilan qasam, yo'rg'an vaqtdagi kunduz bilan qasam va ayolni yaratganlik, ya'ni ayolni yaratgan Allah subhanahu wa ta'ala bilan qasam, sizlarningki mush dunyodagi yoshinglar o'xshamagan har xil bo'ldi deydi. Bo'lib, ammo gapning mohiyatiga tub masalaga kelsak, kimki jannatga ishinib, jannatga iymon keltirib, taqvo yashab, shu jannatga erishish uchun bergan bo'lsa deydi qarindoshlar. A'to, yoshligini bersa, sog'lomligini bersa, boyligini bersa, bo'sh vaqtini bersa, fasanu yassiruhu lil yusra. Biz bu odamning butun ishlarini nihoyatda o'ngishli, yaxshi ishga muyassar qilamiz. Mana bu bir turlik odamlar deydi. Va amma man bakhila wastag'na va kazzaba bil husna. Amma jannatni inkor qilib, oxiratni inkor qilib va o'zi faqatlamash, o'zi uchunlam yashab, bixillik qilib, bir insoniyatga bir narsa bermay, insoniyatga has qo'shmay, mushundoq dunyoga otilib olib, dunyodagi bir g'ayri tural bo'lib, mushta g'ayri yashab,
mushunda qilsa fasanu yassiruhu lil usra. Biz uni dunyo oxiratda bir baxtsizlik, tas, yomon ishga muyassar qilib qo'yamiz deydi. Demak, bu oyatda Alloh subhanahu va taolo deydi: bir kishilar oxiratga jannatga iymon keltirdi, shuning ishindo va mushu e'tiqodga asosan Allohga osiy bo'lishdan Allohdan qo'rqadi. Va mushundaq yuksak oliy e'tiqodga asosan o'zining hayotini qurib chiqadi. Shu bo'yicha yashaydi va hayotini, o'zining bo'sh vaqtini, o'zining yoshligini, o'zininki pul melini, o'zidagi eng ortiqchiligini Allohning rizoligi uchun, Allohning dini uchun, Allohning va eng suyumli bandalariga musulmonlar uchun berib, mushunda yashaydi. Mana bu odam dunyo oxiratda saodatlan bo'ladi deb, mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo insonlarni ikki turga bo'lgan. Hamda bu necha milliard insonlarda o'rtaq bir g'oyiba qarindoshlar. O'rtaq bir g'oyiba. U bo'lsa-mu mush dunyoda agar u dunyoga ishonganlar bo'lsa, ikkili dunyoda baxt, saodatmanlik, xotirjamlik bilan yashash qarindosh. Endi Alloh subhanahu va taolo deydi, mush jannatga, oxiratga ishongan odam fa amma man a'ta dedi. A'ta degan arabchada berish degan bo'ldi. Ya'ni sen hayotingni berasan, kuchingni berasan, pulingni berasan, bu oxirat ishongan odam beralaydi dedi qarindoshlar. Berish bu yerda pul mol emas. Sendagi eng afzal narsani Alloh rizoligi uchun, jannat uchun, musulmonlar uchun beralaydi. Nima uchun beralaydi? Chunki bu oxirat ishonadi deydi. Oxirat ishonganlar berolmaydi deydi. Shuning uchun biz mush hatto butun payg'ambarlarning tarixini o'qisak, payg'ambarlarning butun hayoti bergan bir narsa bo'lgan qarindoshlar. Ammo dunyodagi zolimlarning tarixini o'qisak, ular xalqdan butun qonni sho'rab elishni bilgan, verishni bilmagan. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Mana mu'minlar mundoq bo'ladi, kofirlar mana mundoq bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarlar berishni bilganlikdan kishilarni o'zining mushu berishdan iborat axloqi bilan insoniyatning qalbini egallagan. Zolimlarcha insonlarni qo'rqitib, zo'migarlik qilib bo'zaq qilgan. Endi bu yerda bizning demoqchi o'g'limiz qarindoshlar. Endi bu dunyoda necha milliard insonlar baxtli yashashni, saodat bilan yashashni, kofir bo'lib qolsa mush dunyoda baxtli yashashni, musulmon bo'lsa ham mush dunyoda ham oxiratda baxtli yashashni orzu qiladi. Endi qanday qanchada biz dunyo oxiratning mushu hammamiz dunyodagi butun insonlar orzu qiladigan bu baxt saodatga. Kofir bo'lsa mush dunyoning baxtiga, mu'min musulmon bo'lsa oxiratni, dunyo oxiratning baxtiga erishishni orzu qiladi, lekin qanday qilib mushu baxt saodatga erishgil bo'ladi qarindoshlar? Nima uchun insonlar bu dunyoda baxtsizlik duch keladi? Nima uchun nurg'un insonlar davomli o'zini baxtsiz his qiladi? Chunki ularning birdan bir illati bilmaganlikdan qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda deydi: "Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Ey insonlar, biz bilgan bo'lsak, anglagan bo'lsak, tushungan bo'lsak, do'zax ahli bo'lamdik deydi. Tushungan bo'lsak, birinchisi anglagan bo'lsak, yoki kallamizni, aqlimizni ishlatgan bo'lsak, hargiz do'zax ahlidan bo'lmaymiz deydi. Demak, do'zax ahlidan bo'ldiganlar, baxtsiz bo'ldiganlar nima uchun do'zax ahli bo'lsa, bilmaganlikdan bo'ladi. Nima uchun? Demak, nima uchun mush dunyoda hammadan baxtli bo'lishni orzu qiladi? Nima uchun baxtli bo'lamaydi deganda, ya'ni bilmaganlikdan baxtli bo'lamaydi qarindoshlar. Endi buni bilish uchun qanday qilishimiz kerak? Qanday qilishimiz kerak degan chog'da, masalan, bir uskun bor ekan, u uskunningki to'g'ri ishlatishni bilish uchun shu uskunni yasagan zavodningki tushuntirish bo'yicha ishlasak, zavodning ta'limoti bo'yicha ish olib borsak, biz u uskunni to'g'ri ishlatamiz, u uskundan to'g'ri foydalanamiz. Mana bu chog'da biz bu bir misol qarindoshlar. Shuning o'xshash insonlar qanday qanchada baxtli yashay oladi desa, yaratgan Alloh subhanahu va taolaning ta'limotiga bo'ysungan vaqtda baxtli yashay oladi. Ta'limotiga bo'ysunmaydi ekan, dunyo oxiratda baxtsiz bo'ladi. Hammamiz baxtni so'yamiz. Nima uchun baxtsiz bo'lamiz? Buning tubdan sababi bizni yaratgan Alloh subhanahu va taolaninki ta'limotiga bo'ysunmaganlikdan. Nima ish qiladi desa, Alloh bizningki yaratdi, nimada xo'sh bo'lamiz, nimada
nimada xo'sh bo'lmaymiz, nimada yig'laymiz, nimada kulamiz, qandoq ishlar bo'lsa shunda o'zimizni baxtli his qila olamiz. Yaratgan Alloh bilib, andan keyin bizni Alloh bizni baxtli qilish uchun yaratgan. Qur'on Karimda Alloh aniq degan buni. Nim dedi desa Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karim nim dedi qarindoshlar? Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum. Yuqorqi ishlardan sening Robbing rahim qilgan kishilar mustasno, sening Robbim ularni faqat rahim qilish uchun yaratdi deydi. Nim degan gap? Ya'ni Alloh men bandalarimni o'zimning rahmatini yetkazish uchun yaratdim deydi. Alloh bizni baxtli qilish uchun yaratdi. Alloh bizni baxtli yashash uchun yaratdi deb mana oyat qarindoshlar. Hud surasi illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum. Sening Robbing rahim qilgan kishilar buningdan mustasno. Sening Robbing shu rahim qilaman deb yaratdi ularni deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo inson nima uchun yaratdi desa, Alloh kimga mehribonlik qildi? Albatta bizga mehribonlik qildi. Bizga mehribonlik qilish uchun, bizni baxtli qilish uchun Alloh yaratdi deydi. Ana shuning uchun nimada bizni baxtli bo'lganimizni biladi. Shuning uchun bizga Alloh subhanahu va taolo o'zimizning baxtin topadigan yo'llarni bizga ko'rsatdi. Shuning uchun mana mush uqum bo'yicha biz bir narsani tushunib qo'yaylik qarindoshlar. Biz o'zimizni baxtini bilmoqchi bo'lsak, oldindan Robbimizni yaratgan zotni, shu yaratgan zot nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi, shu yaratgan zotning go'zal ism sifatlarini, shu yaratgan zotning ta'limotlarini, shu yaratgan zot bizni baxt saodatga erishtirish uchun bir ta'limotni o'tirib qo'ydi. Ya'ni bir yo'lni qilib berdi. Mush yo'l bilan mansang, sen dunyo oxiratda baxt saodatga erishanda shu yo'lni topalasak, cho'qim baxt saodatga erishamiz. Hamda mush dunyoda har bir inson yashaydi qarindoshlar. Yashagan ekan cho'qim u bir ish qiladi. Mayli hunar qilsin, nima ish qilsa, har bir inson bu dunyoda bir ish qiladi. Hamda shu qilgan ishi shu insonning oqibatini belgilaydi. Bu insonning qilgan ishi yaxshi bo'lsa, bu insonning oqibati yaxshi bo'ladi. Agar bu insonning qilgan ishi yomon bo'lsa, bu insonning oqibati yomon bo'ladi. Ana masalan sizga bir misol keltiray. Men hozir naq sizga nima demoqchi bo'lgan degan gapni oldi sizga bir misol keltiray. Endi mening bu yerda naq demoqchi bo'lgan gapim qarindoshlar. Inson bu dunyoda baxtlik yashash uchun mening demoqchi bo'lganim o'zining kimligini va o'zining nima uchun yaratganligini tunisa, birinchi shart bir necha shart bor bu yoshlarga. Ya'ni mening yoshlardan kutadiganim siz o'zingizningki nima uchun yaratilganligini biling demoqchi. Dunyoda insonlar 6 milliard bo'ladi, ya anda yashaydi, ya manda yashaydi. Insonlar baxt saodatni yaxshi ko'rdi, baxt saodatni manda yo'ldan topadi dedik. Demak, alaqi mening asos degan gapim naql qilay aylantirishmay. Ya'ni men demoqchi yoshlar xitobda o'zingizning nima uchun yashaydiganligini biling demoqchi qarindoshlar. Masalan bir misol keltiray. Men dedim, chunki insonlar bu dunyoda yashaydi, o'zi yashash jarayonida chuqum bir ish qilib yashaydi. Qanday bo'lsin sizda bir ish, bir chuqum harakat bo'ladi. Shu qilgan ishingizni qarta sizning oqibatingiz bekitildi dedim. Ana masalan aytaylik. Masalan biz bir chet elga, bir chet davlatga chiqibdik. Chet davlatga chiqib bir mehmonxonaga tushib, oqshimiz yetib, ertagins o'g'inibdik. O'g'inib o'z-o'zimizdan so'rab baqaldi. Men bu davlatga nima uchun keldim? Yoki bir so'rabdi. Siz bu davlatga nima uchun keldingiz? deb so'rasa, agar men o'qiyman deb keldim, sak unda bo'lsa siz oliy maktablarga, oliy ma'arif yurtligi bering. Ma maktab oyada, ma maktab mayada maktabga bering deydi. Agar biz men bir pul topqili tijorat qilib kelgansak, unda siz zavodlarga, korxona shirkatlarga, bozorlarga bering deydi. Agar biz men bu yerga bir sayohat qilay degansak, unda bo'lsa muzeyxonlarga, chiroyli ko'kartilgan sayohat o'rinlariga ashaga bering deydi. Endi mush kelgan odam o'zininki nishoni aniq bo'lsa, bor degan yeri aniq bo'lsa, bu odamninki shu joyda hamma qonishi to'g'ri chiqadi. O'quvchi kelgan nishoni aniq bo'lsa, butun shu jarayon qonishi maqsad g'oyasi aniq bo'lganlikdan to'g'ri ishni qila oladi, to'g'ri yo'lda manga oladi. Endi biz bu dunyoga keldik. Bizdan bir so'rabdi, bu dunyoga siz nima uchun keldingiz? Yoki nima uchun yaratildingiz? Bu yer nima ish qilmoqchi? Mayli, mush savolni bilib olsak, bizning ish harakatimiz shu joyda joyiga tushadi, bizning qilgan ishimiz to'g'ri bo'ladi.
Mushuni tushunaylik demoqchi qarindoshlar. Biz zodi o'zimizning yaratılışdagi nishonni bilsak, biz o'zimizning mavjudligidagi g'oyamizni bilsak, aningdagi dunyodagi har qanday ish asli o'rniga tushadi. Voy, nurg'u odam bilan, men hijrat qilaymi, davlat yashaymi? Men nima qilaymi, uni qilaymi? Oliy maktabda o'qaymi, dinda o'qaymi? Ay, nurg'un tinir qashqa qarindoshlar. Mush men degan savol konkret aniq bo'lib ketsa, ajoyib jiq savolga qarindoshlar, mushu men demoqchi bo'lgan men sizlarga bayon qilayotgan ishdan sizlarga javob chiqadi qarindoshlar. Mushuni chuqur bilinglar. Endi Alloh subhanahu va taolo bizni nima uchun yaratganligini deb va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Zariyat surasi men inson bilan jinlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan. Bu yerdagi ibodatni Ibn Abbos radhiyallohu anhu, ya'ni meni tunish uchun yaratdim degan. Yani ibodatning birinchi qadami Allohni tunish. Namozni Allohni tunimay turib o'qisangiz beka. Hammamiz bilamiz, eng muhimi Allohni tunish, ya'ni iymon, e'tiqod demakchi. Endi biz bilamiz bu ibodat degan nima desa, ibodat degan asho muhabbat aralashgan yoki muhabbat bilan yo'g'rilgan Allohga bo'lgan toatni ibodat deymiz. Faqat bo'ysunish bo'lsa qarindoshlar ibodat bo'lmaydi. Chunki masalan biz qizilchiroq to'xtaymiz. Bu qizilchiroq to'xtaganlik gonsandaga ibodat ham bo'lmaydi. Ibodat degan nima bo'lsa, tulib toshgan muhabbat bilan itoat qilsak, andakin aralashgan bo'ldi. Bir odam zo'mgarlikni ishlatib bizni urib dastlab o'ziga bosh egdirsa, bu odam qan ibodat olmaydi. Ibodat degan ichimizdan etilib chiqqan muhabbat bilan bir odamga toat qilsak, itoat qilsak, bo'ysunsak, mana bu ibodat bo'ladi. Hamda yoshlarimiz mana o'zining nima uchun yaratilganligini tub nishoni qilib, aslida men uchun yaratilgan. Men ashni qilaymi, qilmaymi? Ashni qilsam, tub g'oya nishonga qanda to'g'rilasam chiqadi. Masalan, men qizni olsam, Alloh mendan rozi bo'ladi bo'lmadi. Agar u qizni olmasam, mendan bak rozi bo'ladi, olsam bak rozi bo'ladi. Men nima ish qilsam, eng Alloh rozi bo'ldi deb mosh o'zimizning yorilishidagi tub nishonni nishon qilsak, "Ey, men Qashqarda yashaymi, Urumchidimi? Men chet elda yashaymi, vatandimi?" Ashning hammasiga mana asli men Alloh o'ziga ibodat qilish uchun yaratilgan. Agar men Qashqarda yashasam, Allohga bak ibodat qilishimiz Qashqarda yashay. Agar men Urumchida yashasam, mosh mening Alloh ibodat Urumchida rolim cho'ng bo'lsa, Urumchida yashay. Demak, mushu yoshlarimiz o'ziniki mush g'oya nishonni obdan bilsa qarindoshlarimiz, u chaqda bizningki nurg'un savollarimiz javob chiqadi, nurg'un ishlarimiz o'ngshildi. Endi bu nishon g'oya aniq bo'lgandan keyin bizning butun qilgan ishlarimiz mush nishon g'oya bilan masolatli bo'ladi. Men dedim, agar bir o'quvchi chet elga borsa, shunama chet el o'qig'ili borsa, buning nishoni aniq degan bo'ldi. Ana buningdan keyin bu shaharda uning butun qilgan ishi o'sha o'qishga aloqador bo'ldi. Masalan, bir uy ijarasi maktabga yaqin yerdan ijara oldi. Nima ish qilsa maktabga yaqin deb qarindoshlar. Agar bir do'st tutmoqchi bo'lsa, chuqum shu o'zining o'qishiga foydali bir og'in tutadi. Agar bir kitob sotib olmoqchi bo'lsa, o'zining ashu o'rganmoqchi bo'lgan kasbiga doir kitob sotib oladi. Agar bir til o'rganmoqchi bo'lsa, o'zining ash kasbiga doir til o'rganadi. O'ylab baqilib chiqib nima qilmoqchi bo'lsa, asli uning maqsadi bu shahar o'qib kelgan. Shuning uchun butun ish harakati, bir jo'z sotib olsin, bir kompyuter sotib olsin, zodi butun hatto yap issin, butun harakati ash o'qiyotdi degan g'oya nishonga xizmat qildirdi. Nima uchun uning g'oyasi aniq bo'lgandan keyin boshqa ishlarning hammasi shunday bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun g'oya nishonning aniq bo'lishi, nima uchun Alloh bizni yaratdi yoki nima uchun yashaymiz? Bizning bu dunyodagi yer sharida 60-70 yil yashashimizdagi maqsad nima? Mana mushni bilib olsak, qolgan ishlar osonga to'xtaydi. To'g'ri, hammani bilib olmaydi qarindoshlar. Hammani bilib olmaydi. Masalan, bir misol olaylik. Masalan, bir odam aeroplandan parashyut bilan sakramoqchi bo'ldi. Endi bu aeroplan bilan parashyutni sakrash uchun bu parashyutni Jungoda yasalganmi, Amerikada bilmaslik chatoq yo'q. Bu parashyut bir raqti, qanday raqtini yasalgandi. Ma og'amchisi nechido, jipi nechido, voy uni bilmasimi jiq chatoq yo'q. Ammo bir ish va bilmasa o'ladi. Ya'ni parashyutni sakragandan keyin qanday etishni bilmasa u o'ladi qarindoshlar. Shuning o'xshash inson mush hayotidagi o'zindagi eng muhim bo'lgan asosiy maqsad yaratilgan nishonni bilmaydi ekan, uningdan chatoq chiqadi. Ma'ni bilib olsa, qolgan ishlar osonga to'xtaydi qarindoshlar. Ma'ni chuqum biz aniq bilishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Yoshlar buni faqat unutilib qolmasligimiz kerak. Shuning uchun mushu musulmonlar
o'z vaqtida Faris imperiyasiga Allohning da'vatini yetkazish uchun da'vat qilib borgan vaqtida do musulmonlar qarsa koni chapon ish qilimdo qaris shunda bechara miskinda ko'ringanda kafirlarga shularda kelsin nima ish keldinglar ular hargiz bu din deb o'ylamaydi ularning tushunigini shu mol dunyo pul deb tushunadi shunda qarab agar bu yerga bunday bir urush qilib mol dunyoga erishib shunday maqsad kelgan bo'lsanglar men musulmonlarning har bir askariga 10 tillarni oltin biray qaytib ketinglar degan Paris imperiyasiniki harbiy qo'mondon ashlar degan agar pul mol deb kelsanglar bo'ldi urush qilmanglar har biringlar 10 tillar biray ketinglar shunday keyin o'sha ketinglar degan Rabi ibn Amir degan sahoba javob berib nima degan bilamsizlar qarindoshlar nima uchun yashashni deb nima degan biz deydi Alloh subhanahu va taolo bizni yoritishdagi maqsad insoniyatni bandining qulchiligidan Allohning qulchiligiga chiqarish deydi yani insonni insonga qul bo'lishdan asli yaratquchisi bo'lgan Alloh qulchigan insonlarga erkinlik berish qarindoshlar yer sharida har qanday yerda bir musulmon ezilsa yer sharida halg'u musulmon kan hatto islom kofirning ezilishini yaxshi ko'rmaydi qarindoshlar ya'ni biz ezilganlarni insonlarga qul bo'lganlarni qullikdan chiqarish uchun Alloh bizni avatdi deb mana o'ylab baqilib butun bir musulmonning nishoni mana mushu shuarimiz bo'lishi kerak qarindoshlar biz insonni insonning qulligidan Robbil alamin bo'lgan Allohningki bandichilikka chiqarish uchun shuning uchun Alloh bizni yaratgan deb biz hadisdan bayon qilib o'tgandik qayna nima dedi 5ni 5dan burun bo'l yoshligingni qayerlikdan burun sog'lomligingni kasal bo'lishdan burun boyligingni kambag'al bo'lishdan burun beka vaqtingni aldirach bo'lishdan burun hayotligingni o'limdan burun mushundoq aniq bilib ol endi biz dedik bu dunyoda baxtlik yashash uchun qarindoshlar baxtlik yashash uchun hamma insonlar tirishadi endi baxtlik yashash uchun biz qanday qilishimiz kerak Robbimizni tunish kerak dedik Robbimizni qanday tunimiz Qur'oni Karim bilan tabiat bilan Allohning yaratgan maxluqotlar bilan tunimiz dedik endi biz baxtlik bo'lish uchun oldi bilan Robbimizni tunayli o'zimizni nima uchun yaratganligini tunayli mana bu biz bugun yoshlarga demoqchi bo'lgan birinchi muhim gapim shu qarindoshlar ikkinchi sizlarga demoqchi bo'lgan gapim bo'lsa qarindoshlar shu yoshlarimiz hozirgi islomga qilinayotgan suiqasdni islomga qilinayotgan dushmanlikni aqlni ish qilib turib bilishimiz kerak qarindoshlar dunyoda mayli kommunistlar bo'lsin mayli yahudilar bo'lsin mayli sionizmlar bo'lsin mayli zodi dunyoda islom diniga dushmanlik qilish eng avjiga chiqyotidi bundaq bo'lish maqsad nima desanglar musulmonlar uxlab yotgan bo'lsa hech kimning kori olmaydi ammo musulmonlar o'g'inib ketdi islomninki paraxuti dengizga tushib yo'lga chiqib bo'ldi yo'lga chiqdi qarindoshlar musulmonlar o'zining huquqini talab qildi musulmonlar erkinlikning ta'mini tetigan kishilar qulluqi mangu kunanmaydi buni bilib qoldi musulmonlar shuning bilan kofirlar opla ma adamlar bu chatoq chiqdi endi qanday qilamiz deb kech kunduz islomga suiqasd qilyapti endi bu islomga suiqasd qilish bo'lsa nayti cho'ng bir tema qarindoshlar cho'ng tema endi buni men tafsili desammi bo'ladi masalan mosh dunyodagi shu mayli Darwin bo'lsin mayli Marx bo'lsin mayli ingliz bo'lsin hammasi yahudi va dinsizlarning islom qilgan suiqasdi qarindoshlar dunyoda o'xshamagan falsafaviy qarashlar o'xshamagan ishlar va men hatto faylasuflarningki nurg'un kofirlarning degan gaplari bor biz qanday qilib shu musulmonlarni kechiktiramiz oxiri qoldiramiz xultimiz deb endi demak dunyoda mayli siyosiy urush iqtisodiy urush ideya urushi qurolliq urush ish qilib dunyoda hozir musulmonlarga islom qilinayotgan xatar ajoyib ig'ir men yoshlarimizning buni aqli bilan his qilishni hissiyot bilan emas aqli bilan his qilib buningga qanday qilib to'g'ri radiyada bo'lishni umid qilaman yoshlarimiz men dedim bu bak cho'ng tema bu buni hammani men tafsili desam bu darsni vaqti bak so'zlab ketgan mening bugun yoshlar qilgan xitobimda birinchi asos maqsad yoshlar o'zining nima uchun yaratilganligini bilish kerak ikkinchisi yoshlarimizdan umid qilganimiz ikkinchisi yoshlarimiz o'zining shundami yoshlarimiz shu kofirlarning islom diniga naqadar suiqasd qilayotganligini endi suiqasd uchirsa odatda bir jini chiqib ketadigan mushumishimiz miyang deydi qanday qilib suiqasdlarga eng to'g'ri usulda islomning musulmonlarning manfaatini uzoq muddatlik manfaatini ko'zlab u tantakli qilib emas oldiron qilib tarsoli qilib emas qanday qilib eng to'g'ri radiya berish biz xatoni bilgandan keyin
chuqur bunga chora qo'llanamiz. Ya'ni biz bilamiz, mash choyxona bir narsa his qildi qarindoshlar. O'ylab boqinglar, choyxona qimir o'ynasa, naqshisa, yalang'och qizlar chiqsa, hech kim to'smaydi. Biz Allohning dinini tunishtiramiz, oxirat haqida so'zlaymiz, yoshlarga xitob deymiz, rangli aynaklarga xitob desak, buni to'sib, itib, davomli dushmanlik qilib, 500 odam kirdigan qilib qo'yib, un maqsadini aniq bildi. Mushular nemin to'ssa, demak biz to'g'ri yo'lga ketamiz. Shuni davomli qo'limizdan kelishni taqasak, tirsak, biz to'g'ri yo'lda. Shuning uchun bu kofirlarning naqadar islomga suiqasd qilganligini yoshlarning his qilishini bilan shu qatordan qarindoshlar, shu qatordan. Masalan, menga mushu ba'zida nurg'un qarindoshlar bir uchur yo'llaydi. Atiyan Rustammo uchur yo'llabdi. Mush Husayn Tajalli ustoz to'g'riliq andoq mandoq qalaymaqan gaplar bor ekan. Hatto qarg'anchag'da Husayni deb yozibdi. Lekin meni tafsili bir narsa demabdi. Shunda bo'lsa-mu, buni kim yozganda desak, ismi noma'lum qarindoshlar. Qarindoshlarimiz men xat yozibdi, mushniga bir narsa deb pasli bo'ldi. Hey, nima deymiz? Biz o'ylab boqinglar, nima dedik? Biz Allohni suyayli, dinni suyayli, chunki Alloh bizni yaratgan. Din bo'lsa, bizning sog'lomlik, bexatarlik ta'limoti. Mushni tushunayli dedik. Shuningga bizni tilgan odam bo'lsa, bu kimligi aniq. Shunda tusimi bu qarindoshlarimiz shuni taqib, hey bu kalla ishlis bo'ldi qarindoshlar. Hey, mush to'r deganning ismi yo'q, jismi yo'q bir odam bir narsa taqasa, ha deb uni buningga taqib, voy ko'rib boqinglar deb, tiq mani tushunchi vazlar deb. Hey, shuni tushunmasan sen nima ish qilgan odam? La ilaha illalloh. Shuning uchun ashundoq bir aniq masalada ustoz tushunchi vazlar degan gayri. O'ylab boqinglar, buni yozgan odam aniq bo'lmasa, kim ekanligi aniq bo'lmasa, og'ziga kelgancha qalaymaqan uni tishlab tortib, buni tishlab tortib yozsam, bu shunga tushuncha verish ketamda qarindoshlar. Hey, men sizlarga deb beray. Balki buningdan keyin taxi bizning ovozimizni do'rab, balki bizning rasmimizni kirishtirib, har xil gaplar chiqishga tayyor turinglar qarindoshlar. Balki bizningki har xil sizlar ko'rishni xohlamaydigan rasmlarimiz chiqishi mumkin. O'ylab boqili, men bilma, chet elga chiqib boqmagan bir qarindishimiz tayoq bilan boshqalar tarafidan urib o'ltirildi. Şunun aksi nimde deyilse, uyga Billadin bilan tushgan, "Assalomu alaykum" deb tushgan rasmdan birini ko'tarib kelibdi deydi. Sin ining Billadin bilan ko'rishgan deb qarindoshlar. Ey, o'ylab boqinglar, bu chet elga chiqmagan, heshim qilmagan odam qanday Billadin bilan ko'rishib qoladi? Hozirgi texnika, hozirgi mushu Photoshop bilan nurg'un ishlarni qildi. Odamlarning ovozini ko'rish tugul bo'ldi. Masalan, hozir Turkiyada nima ishlayotdi desanglar, mush Turkiyadagi ma nurchilar degan ifloslar ovozni yolg'ondan to'shib chiqib, urdiganni, "Voy balam, heliq pulni tiqib o'ta. Heliq 20 million dollarni qanday qilamiz?" degandek ovozlarni taqib, hozir maq Turkiyada qalaymqanchiq tapiradi. Shundan buni Angliyadan tekshirib, yolg'on ovoz deb tekshirib chiqadi, hatto kofirlar yolg'on ovoz dedi. Lekin heliq ovozni anglaydigan bo'lsanglar, bizga nisbatan bulun bizdek galvon. Neden bir narsa ishindigan bicharalar, "Voy xudoyim" deb ishinib ketisizlar. Alhamdulillah, ma kofirlar nim qilib, "Voy ko'rishtirilgan ovozga" deb, ma Turkiyada ulush kun shunda bo'lgan. Yine hozir ham bir xil ovozni to'g'ri taqib uni tinchaydigan bo'lsanglar, "Voy urdigan mushunda odamkan" deb netchimiz yoqimizni siqimiz qarindoshlar. Kofirlar mush darajada suiqasd qiladi. Endi shuning uchun to'rlarga "Voy" degan biz andoq, biz mandoq deb qalaymaqan bir narsani yozsa, "Voy tushunchi vasila" deb avatib undidor qilib ketisizlar. Men ichim og'ridi, men javob qaytmayman. Nimishqa sizning aqlingizga hayron qolaman qarindoshlar. Mushunchilik bir suiqasdlarning oldida kallangni ishiltanmay, shuningga tamtirab, "Voy nim bo'lib ketgandi, u o'g'andi, bu o'g'andi" desanglar qarindoshlarimiz. Bu hozirgi axborot urushi dunyodagi eng muhim urushlarning biri. Burun qilish bilan, qurol bilan urushdigan bo'lsa, dunyoda hozir uchur urushi bo'ladi qarindoshlar. Hozir uchur zaman, uchur bilan urushadigan, kompyuterni oldirib urushadigan zaman bo'ladi. Shu urushlarning biri mana biz miyada anglatyapmiz, siz anglayapsizlar. Bu nisbatan bir urush. Shuni boshqalar to'siyotdi anglatmaymiz deb. Shuning uchun mosh dushmanlarning, kofirlarning qilgan suiqasdiga bir aqlli, hushyorlik bilan turishinglarni ikkinchi minislining bildigan ishinglar shu. Bu bak muhim. Chunki sening qoningdan siqib tursa bir odam, uni uqmaysan, restoranda o'ynasang, bu qanday gap bo'lib ketdi qarindosh. Bu nadiki aql bu. Sen birisi kelib jiningni olaman, xotiningni olaman, ziminingni olaman, balangni olaman desa, restoranda o'chirib turib to'y qilgan ey millat, bu qanday gap bo'lib ketdi bu? Shuning uchun bizningki yoshlardan meningki bugun umid qilgan yana bir ishim bu suiqasdlarga diqqat qilish. Bo'libmi? Mayli tajalli qarinishimiz bo'lsin, men bo'lay ozimiz. O'ylab boqinglar, bir 120 soat atrofida gap qildik.
sizlar bir 120 soat emas, bir odam 20 minut gap qilib baqsin, uni xatolik qilsak chiqamdikan, chiqmamdikan. Bu yozgan narsani tahrirlab bo'lgan bilan men og'izdagi gapni tahrirlab degan olmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bir musulmonning majburiyati nima? Bir odam gap qilsa, uni to'g'ri tarafga burash. Asli maqsadi mado. Asli manda degan bilan manda demoqchi deb yaxshi tarafga burmay, pishnoxo'lik bir pishnoxo chuqum qiladi. Bu pishnoxo ikki turi, yoki din dushmanlarininki suiqasdi, yo bo'lmasa aql ishlamaydigan nodonning birisi qiladi. Shuning bilan bu nodonlarimiz agishib bir mujishlarni qilamiz qarindoshlar. Shuning uchun mu'min musulmon yoshlardan bugun meningki qildigan orzuyim sizlarga bo'lgan xitob, mush kofirlarning yoki dushmanga sen bosh qilmasan, do'tli bo'lsang, yetib oshadi qarindishim. Dut bo'lmasligimiz, aqlsiz bo'lmasligimiz. Masalan, men shunda o'kinib ketdim qarindoshlar. Mush 2-oyning 14-i oshiq mashqlar bayram bo'ladi. Buni qalla andiga demay, buni qalla bundaq odamay deb tillab, "Hey, sen 2-oyning 14 ekanligini men Xudoyim bo'lsa men bilmaydi ekanman." Ashlar tillab amaliyat tashviq qilganlar ashni. Bu 2-oyning 14-i bu oshiq mashqlar bayram bilmaydigan odamga xiyolimcha men yaxshi qildim deysan, ammo sen ashni tashviq qilding. Bu qanday gap bo'lib ketdi? 2-oyni 4 demaysa, oshiqlar, mashqlar bayrami shariat cheklangan deysa, nima deb 2-oyni 4-ni tilg'alasan? Amaliyotda sen sukma deb ko'zning chapiqini olma deb qora qilibdi deb amaliyotda mushunda do'tlik qilding qarindoshlar. Avatib ketdinglar bu binasini. Alloh bilan qasamki, agar sen tavba qilmasang, amaliyotda shu kuni tashviq qilgan insonlarsan. Hey, bizning bolalarimiz 2-oyning 14 yoki 2-oyning 4 necha buni oshmash baron nadim bilsin, men bilmasam mushash kerak. Men uni xuma odamga sen undudar yo'llasang 2-oyning 14. Hey, aslo tashviq qilish undaq emas jinim qarindoshlarimiz. Oshmash bayramda bir narsa ekan, shariat xilofda menda tashviq qilamiz. Uning oy chislar, kun soatlarini desang, amaliyotda bu uxmaydigan odam o'qib qanday kundi shu, qanday ishdi deb balki uning qalbiga sen bir ishtiyoqni sep qo'ysa. Tashviq qilishning bir usuli bor. Shuning uchun kofirlarga nisbatan sen hech kim qilmay do'tlik bo'lsang, sening do'tliging yetib oshadigan kofirlar uchun cho'ng g'animat. Shu do'tligimizning ichida hozir mushundoq qalaymiqan shariatga xilof shunda haq gapni qilib tursa, bir ishtonni pushqodan bir yerdan chiqib qalaymiqan gapsa, taqtib, voy ma'nosini tushundir. Hey, nima deb tushundirish ketar qarindoshlarimiz? Nima deb tushundirish ketar? O'ylab taqinglar. Shuning uchun mushu qarindoshlarimizninki bo'libmi o'zinglar bilisizlar. Hamda qanday bo'lmasin, hozir tur dunyosida ba'zi darsliklar bo'yatadi, yaxshi taqilyotidi. Buning harigiz haqlar qarab o'ltirmaydi. Shu sababdan turlarimizni taqidi. Undidorlarimizni ishlamas qilib qo'ydi. Shayxonlarimizni taqavyotidi. Har xil usullar bilan qilyotidi. Bu hamda bak oqmay qolib qolsa, yeni qildim men dedim. Buningdan keyin balki mushu bizning haqqimizda boshqa islomga xizmat qilamiz degan taliblarning haqqida har xil narsa chiqishi mumkin qarindoshlar. Buning ideyajatini tayyorlik qilinglar. Bular qiladi buni. Bularning kasbi shu. Musulmonlarning ichidan biroz bosh ko'taraysa, uning obrazini tushirish. Voy undaqkan, voy mundaqkan gap taqitib qo'ysa, bizning galvan musulmonlarimiz kofirga vakolatan taqitib turdi. Voy meni ko'rib baqinglar. Mundaq gap borkan deb, avatib undidor deganning qilib o'tadi bir narsa. Ey jinim qarindoshlarim, bu shariatga xilof. Kallangni ishiltinglar. Mana bu kofirlarningki suiqasdiga musulmonlarning tushmasligini ikkinchi bilib oldigan ish. Ya'ni islomga musulmonlarga bo'lgan suiqasdni qilinayotgan dushmanlikni musulmonlar tushunib yetish, qaysi jihatdan dushmanlik qiladi? Buning qanday qilib men bir ojiz musulmon qanday qilib shuni bir has qo'shib, shu dushmanliklarni yelimiqisini qaytarman. Men o'tgan bir dars so'zildim. Qur'oni Karim nim dedi? Intasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Sizlar birinchi sabrchan bo'lsanglar dedi. Oldi bilan qaranglar. Taqvodor bo'lsanglar deb ikkinchi qatimda birinchi qatim sabrchan bo'linglar. Sabr degan bilimiz emas. Sabr degan tas shaploqlar birini qo'ysman sabr qilib yeting degan gap emas. Sabr degan kallamizni shiltib, buning shapliqqa qanday radiya berishni, eng unumli darajada radiya berishni, qanday to'g'ri radiya berishni bilgan odamni sabrchan deymiz. Ammo birini qo'yib bo'g'ich, birini qo'yib kendini o'lgich tayoq yeganni biz sabrchan demaymiz, shalloq deymiz. Oldirango qilishmaydigan deymiz qarindoshlar. Shuning uchun ma sabrchan desini uxlusun dedi degan gap emas. Sabrchan bo'ling degan gap bir shaplaqlan birini qo'ysa, eng unumli radiya qaytarishning usuli nima deb shuning shu tahiya vaqtida sabr qilib unumli radiya qaytarganlar bu sabrchan bo'ladi. Ammo birini qo'yish sabr qilmay, birini qo'yish shundan keyin o'ligidek tahiya odam obdan bo'libdi. Siz sabr qilishni uqmagandan keyin qanday radiya qilish uqmagan keyin deymiz. Bu masalani mushunday tushunib olsangiz bo'ladi qarindoshlar.
Üçüncü, men musulmon mu'min qarindoshlarimdan kutadigan uchinchi ish bo'lsa qarindoshlar. Mushu qarindoshlar umidvor bo'lish masalasi qarindoshlar. Bu qanday umidvor bo'lmaymiz danglar. Ümidsizlanishning o'zi asli kofirlik. Men buni oyatda deb beraman. Umidvor bo'lganga Rasulullohning tövandagi hadisini anglanglar qarindoshlar. Imom Ahmad rahmatullohi alayh naql qilgan hadis. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Mendan keyin payg'ambarlikning ichinglarda Alloh xohlagan vaqtgacha payg'ambarlik bo'ldi" dedi. Payg'ambarlik bo'ldi, Rasululloh payg'ambar bo'lib o'tdi. Oningdan keyin xalifalik bo'ldi dedi qarindoshlar. Deb bo'lib ham bir hadisda xalifalik 30 yil bo'ldi dedi. Al-xilafatu ba'di 30 aman dedi. Mendan keyin xalifalik 30 yil bo'ldi dedi. Tafsir Ibn Kasirninki muallifi rahmatullohi alayh o'zining Al-Bidaya va Nihoya, boshlanish va oyoqlashish degan kitobida Umar radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu, Osman radhiyallohu 4 xalifaning xalifalik davrini oy, kun, yil bilan hisoblab dal hijriya bo'yicha 30 yil chiqadi qarindoshlar. Sizlar hisoblab chiqarsangiz bo'ldi. 30 yil chiqadi. Rasululloh mendan keyin xalifalik 30 yil bo'ldi dedi. 30 yil bo'ldi. Ondan keyin podshohlik bo'ladi, lekin rahmat podshohlik bo'ldi dedi. Ya'ni to'rt xalifa tugandan keyin xalifalik tuzum bo'lmaydi. Tuzum podshohlik tuzumga olmish keldi, yana baladan dadaga, dadadan navriga, navridan bilsa qilib qoldigan, ya'ni huquq, meros, mushundaq huquq merosga o'zgarib ketadi. Islom xilofatida meros bo'lmaydi qarindoshlar. Unda huquq meros bilan bo'lmaydi, saylan bilan bo'ladi. Shuning uchun undan keyin podshohlik bo'ldi, lekin rahmat podshoh, mulkun va rahmat dedi. Rahmat podshohlik bo'ldi dedi. Ana bu ulamolarimiz rahmat podshohligi degani shu birinchi bo'lib Umayya xalifaligi, Abbosiya xalifaligi, shunama anondan keyin Osmoniya xalifaligi deb ataymiz. Ya'ni milodi 1924-yilchilik mana bu podshohlik davomlashdi qarindoshlar. Undan keyin nima bo'ladi? Rasulullohda undan keyin summa takunu malikun az dedi. Ondan keyin tishlab oldigan podshohlik bo'ldi dedi. Uni oldida rahmat podshoh bo'ldi, hamda tishlab oldigan podshoh dedi. Shu ulamolar bu tishlab oldigan podshoh nima degan gap desa, ba'zi ulamolarimiz hadisshunos olimlarda tishlab oldi degan gap o'zining xalqini davomli ham deb xalqini tishlab turdi dedi. Hem bir ulamolarimiz dedi, yo'q, bu yerda o'zi o'ltirgan o'rindiqni tishlab mazad hech kim bamsan bo'ldi deb qazopidek go'ri kirkat tishlab, hozirgi Bashar al-Asaddak zodi o'lsami bamayma deb o'ltirgan huquq o'rindig'ini tishlab oldi dedi. Endi biz qarab baqsak, bu ikkili tafsir to'g'ri chiqadi. Hem xalqini tishlaydi, hem o'rindiqni tishlaydi. Mana mushunda podshohlik bo'ldi dedi. Uningdan keyin qanday bo'ldi qarindoshlar bilamsizlar? Uningdan keyin qanday bo'ldi? Summa taqumul xilafatu ala manhajin nubuwwat. Oningdan keyin Allohning payg'ambari ko'rsatgandek shariat bo'yicha, Qur'on bo'yicha bir xalifalik bo'ldi dedi. Hadisni Imom Ahmad rahmatullohi alayh naql qilgan sahih hadis. Mush hadisga iymon keltirmasak, qanday bo'ldi qarindoshlar? Cho'qim xalifalik bo'ladi. Mana men hozir Turkiyada yashab o'tibman. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharif shunda sizlar u shani fatih qilsalar, buni shani fatih qilsa deb turib, sizlar Konstantiniya, ya'ni hozirgi Istanbul demoqchi. Hozir Istanbul bilan Rumni, Italiyani demoqchi fatih qilsalar debdi. Sahobalar ya Rasululloh, oldi bilan Qosni fatih qilamiz debdi, oldi bilan Istanbulni fatih qilsalar dedi. 1453-yili Muhammad Fatih Istanbulni fatih qildi. Buningdan keyin cho'qim Italiyani musulmonlar bir qatim fatih qildi. Buningga iymonimiz bor. Chunki Rasululloh fatih qilsa deb 700 yildan keyin Istanbul fatih bo'ldi. Istanbul fatih bo'lgani 600 yil, 700 yil bo'ldi. Cho'qim Italiya fatih bo'ldi. Shuning uchun yoshlardan kutadiganim qat'iy umidsizlanmang qarindoshlar. To'g'ri. Dunyoda shu zo'ravon kuchlar, Amerikadaymiz, dunyoda Sovetdaymiz, zo'ravon kuchlar, kuchijiq, pulijiq, askarijiq, to'g'ri. Dunyoda kommunistdaymiz, dunyoda yahudilardaymiz, dunyoda qarab baqsaq to'g'ri, ularning kuch ajoyibjiq, musulmonlar iqtisodiyatdan ojiz, ittifoqi nachar, to'g'ri, bizda salbiylik jiq. Lekin mushu biz umidsizlansak bo'lamdi. Umidsizlansak hargiz bo'lmaydi. Chunki kelajak islomga, musulmonlarga mansub bu Qur'on oyatlarda, hadis shariflarda aniq deyilgan. Endi umidsizlanib qolsa, Qur'oni Karimda deydi Alloh subhanahu va taolo: "Va la tayasu min ruhillah, innahu la yayasu min ruhillah illa al-qawmul kafirun" deydi. Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Faqat kofir qavm Allohning rahmatidan umidsizlandi deydi qarindoshlar.
alloh subhanahu va taolo bizni rahmonir rahim man nihoyat mehribon shafqatli deb tunishtirdi. Bizni hozirgi bizga bo'layotgan ishlar balki Allohning imtihonidan iborat. Mushunda vaqtda musulmonlar qanday ibodat qildi? Musulmonlar mushunda vaqtda qanchalik man toat qildi deb Alloh bizni imtihon qilyotdi. Bu o'tkinchi kunlar, bizga davomlashadigan kunlar emas. Shuning uchun hargiz umidsizlanmayın qarindoshlar. Qala va man yaqnutu min rahmati rabbih illa ad-dallun devatmasmi? Rabbingning rahmatidan faqat zol, ozg'un qomlar umidin uzildi dedi. Shunama ham bir oyatda nima deydi? Va iza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha va in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim izhum yaqnutun. Biz insonlarga rahmatimizni tetissak, ularni aziz qilsak, ularni ziminda xalifa qilsak, ularga hokimiyat bersak, pul bersak, kuchli qilsak, nat xo'sholab ketadi deydi. Navoda o'zining qilmish sabablik ularga bir musibat yetsa deydi. Ko'rdingmi qarindoshlar? Ularning o'zining qilmishi sabablik bir musibat yetsa, ular tuyuqsiz shunda umidsizlanib ketadi deydi. Tushundingmi? Miyadiki bizi keldigan baloyafatning o'zimizning qilmish sababli keldiganligini dedi. Ikkinchisi mushta umidsizlanib ketdi bu odamlar dedi. Ya'ni baloyafat beşimiz kelgan kun bo'lsa o'zimizning qilmishidan bo'lgan qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda "Man qala halakal muslimuna fa huwa ahlakuhum" dedi. Kimki musulmonlar endi tugashdi desa, eng burun tugashgan odam shu deydi. Shu qatorda masalan bir narsa deb beray. Kimki musulmonlardan qaqshab, "Voy musulmonlar degan bak ittifoqsiz, voy musulmonlarda umid yo'q." U musulmon deb musulmonlarni g'ayvatini qilib, musulmonlarga umidsizlik tundirib, musulmonlardan umidni uzgardan bo'lsa, birinchi bo'lib amaliyotda u ruhiy jihatdan mag'lub bo'lgan odam qarindoshlar. Shu men demadim Rasululloh deydi. Kimki musulmonlar tugashdi desa, eng birinchi tugashgan odam shu deydi. Men obdalanglar. Qo'lqon jing tutinglar qarindoshlar. Voy biz musulmonlar hozir umid yo'q. Voy biz musulmonlar mumkin emas. Voy tuxumni tashqi urg'ili bo'lmaydi. Voy o'ylab baqa. Voy deb mush dunyoning hisobini qilib, osmon zaminni hisobini qilmagan ey bechoralar, sil bilib qo'yinglarki, birinchi sil tugan odamlar. Qat'iy umidsizlik bo'lmaydi qarindoshlar. Mana bu men sizlardan talab qiladigan 3-chi ishim qarindoshlar. Umidsizlikka. Buni bir aniq bir dars bo'lish kerak. Lekin men sizlarga mana shu temini, cho'ng temini deb mangdim. Hey, o'ylab baqilay qarindoshlarimiz. Mushu Rasululloh o'lib ketib, taxminan 70%, 60% arablar, ba'zilari zakotni bermaymiz dedi. Ba'zilari payg'ambar o'lib ketgandan keyin hamda hammamiz o'z oldimizga ish qilib, hatto o'ylab baqinglar, ba'zilar Abu Bakrni qashqilib, Abu Bakr asta uying kelib, Allohga ibodat qilib, uxlab, asta o'lim kelgach uyingni ishini taqib uy kirib yotdi deymi? Ash darajaga yetdi musulmonlar. Abu Bakrni qashqilib, "Voy Abu Bakr, endi bo'ldi, bu mumkin emas. Sen uying kirib ishingni taqab ash o'lim kelguncha Allohga ibodat qilib uyingda uxla. Buningdan keyin ish bo'lmaydi" debdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qanday qildi? Nihoyat oz vaqt ichida, ya'ni islomningki bayrog'ini tiklab, musulmonlar g'alaba keldi qarindoshlar. Shuning uchun umidsizlanishdan iborat ishni qat'iy biz qilishga bo'lmaydi. Yana bir ish bo'lsa qarindoshlar, mush yoshlar qilingan xitobning ichida men buruntimmo dedim, men buni degani yana deyman. Biz mushu qarindoshlarimiz har bir yosh o'ziningki mush dunyodagi bir yaxshi musulmon bo'lishni kapolatga ega qilish uchun cho'qim bir o'rnak tutish kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo nima uchun bizga payg'ambarlikning voqeligini so'zlaydi? Bizning nima munosabatimiz? Nima uchun so'zlaydi? U payg'ambar anda bo'ldi, Musa manda bo'ldi, Isa manda bo'ldi, Yusuf alayhisalom manda bo'ldi deb so'zlaydi. Ashuni o'rnak tutish. Hatto Qur'oni Karimda ashlar sizlar uchun o'rnak deb ochiq oyat bor. Shuning uchun har bir yosh cho'qim o'rnak tutish kerak. Xo'sh, endi men kimni o'rnak tutsam bo'la degan masalaga menda javob beramiz. Agar sen mulla bo'lsang, mulla sahobini o'rnak tut. Sen tijoratchi bo'lsang, tijoratchi sahobini o'rnak tut. Sen mujohid bo'lsang, mujohid sahobalarni o'rnak tut. Sen nima bo'lsang shu. Sen taqvo musulmon ashunda sangzodi sahobalarning ichidan aqtusang, sanga keladigan sahobalar kelib qarinishim. Biz hammin qilolmaymiz, hammishni qilolmaymiz. Sen Allohga qaysi ibodatlarni yaqinlashayotgan bo'lsang, masalan ba'zilarimiz ilm bilan yaqinlashimiz, ba'zilarimiz jihad bilan yaqinlashimiz, ba'zilarimiz iqtisod bilan yaqinlashimiz, ba'zilarimiz nafli ibodatni jiqqilish, ro'za tutish, kech kunduz namoz o'qishdan yaqinlashimiz. Xudo Alloh subhanahu va taolo rizqni insonlarga o'xshamagan holatda taqsim qilgandek, Alloh ibodatni musulmonlarga taqsim qildi. Ba'zi odamlarga jihad ibodatini berdi. Ba'zi odamlarga da'vat qilish ibodatini berdi.
ba'zi odamlarga ixtisotlan ibodatini beradi, ba'zi odamlarga ro'za tutish, namoz o'qish, Qur'on o'qish o'xshamagan xuddi rizqni taqsimlagandek Alloh ibodatni taqsimlagan qarindoshlar. Bir odam hammasi ham olim, ham mujohid, ham boy iqtisod pul bilan bu mumkin emas, hamma odam qilolmaydi. Alloh rizqini taqsimlagandek ibodatni taqsimlagan. Alloh san qaysi ibodatni taqsimlagan bo'lsa, shu ibodatingga bir sahobini, bir payg'ambarni o'rnak tutish masalasi qarindoshlar. Men sizlarga va yoshlarga xitob degan mush bugungi darsimda takrorlaydigan mush ishim shu. O'ylab baqili. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga kofirlar sarang dedi, dalti dedi, sehrigar dedi. Qilmagan tuhmatlar qolmadi. Oxir nim dedi? Voy sang nima desang shuni birle, pul desang birle, huquq desang birle, xotin desang arabning chiroyligini ep birle debdi. Rasululloh Alloh bilan qasamki, quyoshni o'ng qo'limga, oyni so'l qo'limga ep bersangmi, yo mash dinimni dunyoda aziz qilish uchun yashayman yoki o'laman dedi. Bu bizning o'rnakimiz qarindoshlar. O'ylab baqilay. Voy quyoshni o'ng qo'limga, oyni so'l qo'limga ep bersangmi, baka men voz kechmayman. Mush din uchun yo o'lima, yo din aziz bo'ldi. Mening yashashdagi nishonim mush dedi. Mana mush Rasulullohni o'rnak tutaylik qarindoshlar. Bilal radhiyallohu anhu qanchalik azoblarni tatdi qarindoshlar. Ammar radhiyallohu anhu, Sumayya onamiz, Abu Yasirlar qanchilgan jafon tatib, osh issiq Makkaning issiqlarida neyzilarning ostida jon berib, qiylanib jon berib, birisi neyzilan o'ltirildi, birisi geli bug'ib o'ltirildi, birisi qo'saqlarini yerib uchayvoqlarini chiqarib o'ltirildi. Mana mushlarni o'rnak tutaylik qarindoshlar. Cho'qim o'rnak tuting. Chunki o'rnak tutmasangiz, sizning qanchalik odamligingizni uqolmaydi. Hatto o'zingizdan qanchalik musulmonligini uqolmaysiz. Chunki sizni birdan bir o'lcham qildigan o'lcham osh sahobi. O'zingiz shunday silish tursiz o'rnak tutgan odamga, men manchilik odamkanman, ya 60%, ya 40% to'g'ri keldikanman deb, agar shunday qilib tushib ketsangiz, darhol o'zingizni to'g'rilab, shunda o'rnak qilib, ya'ni iymoningizni o'lchaydigan o'lcham sizning o'rnak tutishingiz bilan bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun Qur'oni Karimda shu o'rnak tutish masalasi. Hatto Qur'oni Karimda shuni biz o'rnak tutib boqaylik qarindoshlar. Mush yoshlarning ichidan shundama Ashabul Kahfi yoshlar, shundama Ibrohim alayhissalom yosh, Musa alayhissalom yosh, Isa alayhissalom yosh. Buxoriy rahmatullohi alayhi o'ylab boqaylik, Imom Shofiy 12 yoshga kirgan chaqda fatvo berishga boshlagan. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi u mollamdan bu mollamga, Falastindan Makkaga, Makkadan Makkaning sahrolariga olib til o'rgansin, ilm o'rgansin deb o'ylab baqili. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 5 yosh kirgani ko'zi qarg'ulab qoldi, ko'ma sulab qoldi. Onasi shunda dedi, men ta o'g'limning ko'zi ichilg'ish duo qilaman deb savr qilib, jillab duo qildi. Oxir Imom Buxoriyning ko'zi ichildi. 16 yosh kirgan chaqda o'ylab baqili, 16 yil uydan arilib, 7 yilda bir qatim uydan keldi. Yana bir 7 yilda, saq 16 yilda Imom Buxoriy degan kitobni bizga taqdim qildi. Nima deb bularni o'rnak tutmaymiz? Qani ular bizning iroda qarindoshlar. Hey, ular ashunda da'vat, ashunda islom uchun xizmat qilgan. Biz-chu mana shu uyda o'ltirib, oldimizda choy, kompyuter, shunda o'ltirib nechma odam da'vat qilyapmiz qarindoshlar. Hatto ba'zilar mushlim qilmayapti ya. Bir tayyor so'zlab qo'ygan darsni taqatlamayapsizlar qarindoshlar. To'g'ri, bak nurg'un odam taqatdi. Lekin cho'qim uy kirish kerak. Tuqqanlaring ichida mush dars anglamaganlar bormi? O'zingning qo'shnilardan mush darslarni anglamaganlar bormi? Hey, shular anglamasa nima deydi? Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ey Robbim, biz anglagan bo'lsak, biz tushungan bo'lsak, biz do'zax ahlidan bo'lmaydik deb ularni biz anglamadik, tushunmadik deb deymiz biz qarindoshlar. Shuning uchun bir ma'lid zodi kim angladi, kim anglamadi. Ma daduydi kim angladi, kim anglamadi. Ma gungshadi kim angladi, anglamadi. Mush noydi kim angladi. Hey, nimish taqatmaymiz qarindoshlar. Zodi bu haqiqatni hammadan bir qatim anglasin. Oxiratni tushunsin, yoshlar kitobni tushunsin, rangli aynaklarni tushunsin, Allohning 99 ism sifatlarini tushunsin qarindoshlar, aqida iymonni tushunsin. Shuning uchun mushu yoshlarimiz mush sahobalarni o'rnak tutish. Xo'sh, endi yoshlardan yana bir kutadigan muhim ishlarning birisi qarindoshlar. Endi bir muhim ish bor. U bo'lsa-mu qarindoshlar, hozir hammamiz bilamiz, dunyoda ajr savobni eng ko'p olgan Allohning bandasi bo'lsa, payg'ambarlar ko'p ajr savob oldi. Nima uchun degan chaqda, shu payg'ambarga qanchalik odam ergashgan bo'lsa, shuning butun qon ibodatlari shu payg'ambarga yozildi. Mushu Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin
qancha million milliard musulmonlar mush yer sharida yashab qiyomat bo'lishga yassa, shuning bir ajri, qilgan har bir ibodatning savoblishining bir nusxasi shu payg'ambarga bo'ladi. Shuning uchun biz yoshlardan o'tinadigan yana bir muhim nuqtam mush Allohga da'vat qilish va da'vatchilarningki Allohning dargohidagi alohida o'rnini bilishni men yoshlardan umid qilaman. Alloh subhanahu va taolo nima deydi qarindoshlar? Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar ummatlar ichidagi eng yaxshi ummat edinglar. Ya'ni insonlar ichidan chiqqan eng yaxshi ummat. Bu yaxshi ummat qanday ummat esa, yaxshilikni buyuradi, yomon ishdan tusidi, Allohga iymon keltirdi. Ya'ni da'vatchilar. Allah o'z guvohlik berdi. Alloh yo'lida da'vat qilganlar eng yaxshi insonlar dedi. Men demadim bu gapni. Qur'on qaranglar qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo dedi, bu da'vatchilar dunyo oxiratda ham baxtli odamlar, ham nijot topgan odamlar, qutuq qozongan odamlar dedi. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va ulaika humul muflihun. Sizlardan ma'lum bir ummat bo'lsin. Ular yaxshilik chaqasin, yaxshilikni buyursin, yomon ishdan to'ssin. Mana ashlar bo'lsa chuqum nijot topquchilar, utuq qozonuvchilar, g'alaba qiluvchilar deb Allah. Men demadim qarindoshlar. Alloh bu da'vat qilganlarni deb atadi. Alloh subhanahu va taolo deydi, Alloh eng yaxshi ko'radigan, Alloh eng ulug' deb qaraydigan ish da'vat ishi deydi. Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah va amila solihan va qala innani minal muslimin. Allohga da'vat qilgandimmi isil katta bir gap bormidi deydi. Ki Allohga da'vat qilgandan, yaxshi amallarni qilgandan da'vat qilib turib savobli ish qildimi katta ish bormi deydi. Og'zing bilan da'vat qilib, amaliy harakating bilan bir yaxshi ishni qilsang, buningdan katta ish, buning oldidigan ish yo'q. Mushu deb Alloh subhanahu va taolo mushunda deydi qarindoshlar. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u bi ba'd ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va yuqimus salah. Mu'min erlar, mu'min ayollar bir-biriga qarindoshdir. Ya'ni ular bir-biriga do'stdir, bir-biriga igidir. Ya'ni mu'min erlar bo'lsa, mu'min ayollarning igisi. Mu'min ayollar bo'lsa, mu'min erlarning igisi deydi. Bir-biriga igi chiqadi bular. Bir-biri bilan do'st, biri bilan qarindosh. Qanday chaqda qarindosh desa, yaxshilikni buyursa, yomon ishdan to'ssa. Mayli qiz bo'ling, mayli o'g'il bo'ling, mayli er bo'ling, mayli ayol bo'ling, mush hamkorlashib Alloh yo'lida da'vatlasanglar, sizlar oningdan keyin bir-biringizga igi chiqqan bo'lsizlar deydi qarindosh. Men demadim, shuning uchun qarindoshlarimiz mush Alloh yo'lida da'vat qilishning naqadar muhimligini bilishi. Mana bu bugun yoshlar xitob degan bu darsimizda ta'kidlaydigan masalaning birisi. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu hadisni hammanglar yodinglar qarindosh. Men bo'ldi Uyg'urchasini deb beray. Kimki bir odamni islomga chaqirib qo'ysa, hidoyatga, to'g'ri yo'lga chaqirib qo'ysa, shu islomga kirgan odamning ajridan o'xshash bir ajr, o odamning ajrini kamtib qo'ymay turib berildi deydi. Ma hadis qarindoshlar. Kimki bir odamni islomga chaqirib qo'ygan bo'lsa, shu chaqirib qo'ygan islomga ergashgan odamning ajri kamlab ketmasdan, kamtib qo'ymasdan bir nusxa ajrini chaqirib qo'ygan odamga berildi deb o'ylab baqilay. Bir odamga da'vat qilib qo'ydimiz. Islom mushu jannat bog'chisiga akiribdimiz. Qanday bo'lmasin, ya bir tablig'ini bir dayga yoki bir kaga yoki ish qilib bir da'vatni yetkazsak, shu odam tövbe qilib bir qizvos yog'liq chigibdi. Bir namozsiz namoz boshlabdi. Bir bexil iqtisodiy din uchun ishlatadigan bo'pti. Ish qilib, o'ylasak bir yaxshilikni boshlab ketsa, biz o'lib ketsakmi, shu yaxshilik kilivotsa, oltin taqslarda farishtalar akilib, "Masining ajring. Voy, men o'lsam neden keyin ajr? Sen falan vaqt da'vat qilib qo'ygan shu odam amal qildi boshda akib tursa, o'ylab boqla jonim qarindosh." Shuning uchun ma da'vatningki muhimligini yoshlarimiz bilish. Yoshlar xitob degan eng oxirgi nuqta qarindoshlar. Men bak qisqa aytmayman qarindoshlar. Har birisi bir tema. Shunda o'sma bugun hali qislarga son bo'yicha masalan birinchi vazifa o'zimizning nima uchun bilmizlar boshimda son sifir bilan yodab olsinlar shunda deyapti. Eng oxirgi nuqta yoshlarimiz mush qazo va qadarga cho'nqur ko'ngilning cho'nqur yeridan iymon keltirish qarindosh. Yaxshilik bo'lsin Allohning taqdiri bilan bo'ladi, yomonlik bo'lsin Allohning taqdiri bilan bo'ladi deb
mush Allohning taqdiriga chin ko'nglidan iymon etish bo'lsa, mana bu yoshlarga nisbatan eng muhim ish. Hamda bu taqdirga iymon keltirish degan nima degan gap? Taqdirga iymon keltirish, mening rizqim, mening ajlim Allohning qo'lida. Agar man kildigan ajal, man kildigan rizq bo'lsa, u boshqa ketmaydi. Chuqum man qanda bo'lmasin keladi. Agar man nisb bo'lmaydigan bo'lsa, ming qilsammi, man tish kelmaydi. Mayli o'lim bo'lsin, rizq bo'lsin, man kelmaydi. Butun dunyoda kofirlar birlashib meni yo'qotay desa, Alloh iroda qilmasa yo'qotanmaydi. Butun dunyodagi insonlar birlashib mangmash odamga foyda yetkazlaydi bo'lsa, Alloh iroda qilmasa foyda yetkazolmaydi. Deb mushunda yashash qarindosh. Ya'ni taqdirga mushunda iymon keltirish. Shuning Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bizga sura Tavbada qul la yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohil mu'minun. Ey Muhammad alayhisalom deyinki, bizga faqat Alloh iroda qilgani bo'ladi. Alloh bizning igimizdir. Biz haqiqiy mu'minlar bo'lsa Alloh tavakkul qiladi deb mushunda deydi. Shuning uchun mush yoshlar biz nurg'un odamlar va ashkacha hisob qilib, hey, mush din o'ylab qilay, jinim qarindoshlarim. Bu Alloh bizni o'ziga ibodat qilish uchun yaratgan-tur. Bizga kunda jannatni nechiqatim zinnatlab turgan bo'lsa, o'ril ayin Alloh burun bizning ayollarimiz bo'paldi, qiyomat kuni jannat kirib, voy men sening xotning deydi, voy qachon tekkan desa, sen ash dunyochada Alloh men senga nikohlab bo'lgan deydi. Kim ama jannatning darsini so'zlaganda anglaysizlar qarindoshlar. Minut sukunatlar bilan bizni kutib olsa, biz shuningga iymon keltirgan bo'lsak, voy musulmon qarindishim bir Alloh yo'lida xizmat qildi desa, unda degan bilan vaziyat anda bo'lib ketdi. Ey jinim qarindishim, sabab qilamiz. At oqshomlari mush bexatarlik duosini o'qiymiz, ehtiyot qilamiz, lekin ishni to'xtatib qo'ysak bo'lmaydi qarindoshlar. Ishni to'xtatib qo'ysak biz taqdirga ishonmagan bo'lamiz. Biz rasmiy kofirning hisobini qilgan bo'lamiz. Va menda qismanda bo'ldi, dong'oz qoq qo'nmaydi, qoq qo'nimiz eshik murkmaydi, dalam o'lmaydi. Ma'u musulmonning e'tiqodi emas qarindoshlar. Musulmonlar Alloh rizoligi uchun, din uchun davomli ish qilamiz. Ish to'xtab qolsa bo'lmaydi, sababini qilamiz, lekin davomli qilamiz. Beshimizga kelsa, ey Alloh, agar mushu kelishni iroda qilgan bo'lsang, men rozi. Men sabr ato qilgin ey Robbim. Sabr bergin. Sen menga tanlab bergin ey Robbim. Men qanday yaxshi bo'lsa shunda tanlab bergin. Men uzun yashash men uchun yaxshi bo'lsa sen tanlab bergin. Uzun yashay ey Alloh. Agar uzun yashasam mening dunyo oxiratligim yaxshi bo'lmasa ketgin ey Alloh. Deb ash bütün ishni Allohning tanlab berishiga qo'yaylik. Ana endikin qilgan ishimiz, ma ishni men Alloh tanlab bergan deb shuningga rozi bo'lib qilaylik qarindosh. Mushundoq taqdirga iymon keltirish masalasi bek muhim qarindoshlar. Shuning uchun bo'libmi masha Alloh yo'lida da'vat qilayotgan, Alloh yo'lida xizmat qilayotgan odamlar mush uqum, mush tushuncha bo'yicha minish kerak qarindoshlar. Allohningki nurg'un ishlar, Allohningki irodasi bilan bo'ldi. Allohning irodasi Allohning mutlaq hikmatiga bog'langan. Alloh hikmat bilan ish qildi. Allohning hikmati Allohning yaxshiligiga bog'langan. Alloh har qanday ishda bizga yaxshilikni o'ylaydi deb mushu islom yo'lida xizmat qilgan yoshlarimiz o'zida taqdirga bo'lgan iymonini nihoyatda mukammal qilish, tushunish. Bu vaqtda men sizlarga taqdir degan bir dars bor qarindoshlar, shuni anglasanglar, bu taqdir haqida tushunchaga ega bo'lasizlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz cho'qim sizlarni imtihon qilamiz. Qo'rqish bilan imtihon qilamiz. Qo'rqisda deydi. Hel tutib olami, hel turmoqlab qo'yami, hel anglab olami, bo'lam deb qo'rqish bilan imtihon qilamiz. Osh qo'yish bilan imtihon qilamiz. Mol mulklar bilan ayirib qo'yish bilan imtihon qilamiz. Oxirsida jininglarni elish bilan imtihon qilamiz. Va bashiris sabirin. Ey Muhammad, mush imtihonga sabr qiluvchilarga jannat bilan bishorat bergin. Ular musibat kelgan vaqtida inna lillah, biz Allohning mol mulki. Ey men musulmon juma, sening mulking Allohning emas. Sen qo'shilib, dadang, onang, bolalaring bütün sening ilking narsa Allohning. Inna lillah, biz Alloh uchunmiz, Allohning mulkimiz, Allohning qo'l ostidagi bir qulmiz. Va inna ilayhi roji'un. Biz Allohga qaytamiz. Deb mana mushunda turdi. Mana bular haqiqiy sabr, mushunda sabr qo'shlarga jannatdan xush bishorat bergin deb mana Qur'oni Karimda mushunda degan. Demak qarindoshlarimiz, demak bugungi darsimizning xulosasi bo'ldi. Bugungi darsimizning xulosasi birinchisi bir mu'min musulmon o'zining bu dunyoda nima uchun yashaydiganligi,
o'zining mavjudligining sirni bilish kerak dedik. U sirni dedik. Ikkinchisi, dushmanlarning islom uchun naqadar suiqasd qilayotganligini bilish kerak dedik. Uchinchisi, cho'qqum Allohning g'albisi musulmonlarga bo'ldiganligiga ishonish kerak. Qat'iy umadsizlanmaslik kerak dedik. To'rtinchisi, cho'qqum bir sahobalarni, bir payg'ambarlarni islom tarixidagi vakil xarakter shaxslarni buni cho'qim o'rnak qilib, tijorat bo'lsang tijorat sahobini, mujohid bo'lsang mujohid sahobini, zodi sening kasbing nim bo'lsa shu kasbingga aloqador bir sahoba payg'ambarni cho'qim o'rnak tutdik. Yana birisi cho'qim mush Alloh yo'lida da'vatning naqadar ulug'lay jinim qarindoshlar, bu da'vat degan qon bilan bo'ladi, jon bilan bo'ldi, pul bilan bo'ldi, ilm bilan bo'ldi, amal bilan bo'ldi. Buning kim deymiz qarindoshlar? Mushundoq da'vatningki ulug'liqni bilish kerak. Anondan keyin yana birisi shu taqdir masalasini yoshlar davomli ko'z to'g'ri tushunib, bu zot rizqning, ajalning Allohning iligida ekanligi. Zodi Allohning irodasidan bu sabab qilamiz, qolganini Alloh qo'yamiz. Kalla shiltimiz, tirishimiz 100% sabab qilamiz, tavakkul qilib Allohning xizmatini qilamiz, to'xtab qilish olmaydi. Bu shu muhim masalalar dedik. Gapimiz faqat tugmadi qarindoshlar. Gapimiz tugmadi. Bu yoshlar xitobimiz tugmadi, lekin vaqt munosabati bilan men darsimni to'xtatay. Alloh subhanahu va taolo bizga foydali ilm bersin va mush ilmimizdan bir amal qilishni qilsin qarindoshlar. Bizga Alloh subhanahu va taolo Abu Bakrdek imom bersin. Umar radhiyallohu anhudek jasurlik, adolat parvarlikni bersin. Osmon radhiyallohu anhudek bizni ayolik qilsin. Ali radhiyallohu anhudek yoshlik bersin biz. Bilal radhiyallohu anhudek haq yo'lda sabr qila oladigan, Abdullah ibn Mas'uddek ilm bersin bizga. Talha radhiyallohu anhudek kuch-quvvat ato qilsin. Xuddi ashu Yasir, Ali Yasir oilasidek bir Alloh yo'lida yashaydigan, dodisim Alloh uchun, opsim Alloh uchun, bolasim Alloh uchun yashaydigan, Alloh yo'lida shahid bo'la oladigan mushu Ali Yasir oilasidek bizga oila bersin qarindosh.